Siz birinchi marta tashlagan chiqindingizni eslay olasizmi? Albatta yo'q. Siz tashlagan chiqindingizni 5 yoki 6 avlodlaringiz ko'rishi mumkin. Shu idishning yo'q bo'lib ketishi uchun 450 yildan 1000 yilgacha vaqt kerak bo'ladi. To'g'ri aytishingiz mumkin. Men bir o'zim nima qilishim mumkin deb, aksincha hammamiz birga harakat qilsak, kelajak avlodimizga yashil makonimizni borligicha qoldirishimizga ishonamiz. Navoiy viloyati Konimix tumanidagi Barkamol avlod bolalar maktabida yosh avlodni atrof muhitga hurmat ruhida tarbiyalash, ularda ekologik madaniyatni shakllantirish, tabiatga e'tibor va ekologik mas'uliyat hissini kuchaytirish maqsadida turizm va ekologiya yo'nalishida yosh ekolog va tabiatshunos to'garagi faoliyat olib bormoqda. Bu to'garakda o'quvchilar ekologik madaniyat asoslari, tabiatda yurish qoidalari, hayvonot va o'simlik dunyosi haqida bilimlar olishadi. Tashkil etiladigan mashg'ulotlarda atrof muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan resurslar, chiqindilarni saralash va qayta ishlash kabi mavzular qamrab olinadi.